qilib yashashni xohlamayman. Singlisi uzatilib, ertaga yasholmay qaytib kelsa, qayerda turadi ekan u? Voy o'li, niyatingni sog'ligini qara. Ilohim erga tegib tinib tinchib ketsin degan. Hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin-ku, oyi. Keyin uni ukasi 20 yosh ekan. Mana akasi 30 ga chiqib endi uylanyapti. Ukasi qachon uylanadi? Menga qolsa-chi o'zi, yetimga turmushga chiqardim. Qo'ying, oyi, bu umuman bo'lmaydi. Yo'q deng. Qaynonam rahmatli har doim aytardilar. Qiz bolani yoshligida uzat. Ulg'aygan sari aqlli bo'lib ketadi derdilar. To'g'ri aytgan ekanlar. Har tomonlama analiz qilib xulosa ham chiqarib o'psan. Oyi, men ertadan o'ylashim kerak. Ertaga qanaqa bo'lishini aytdingmi? Erta indin 28 ga kirasan. Keyin 30 ga kirasan. Undan keyin hademay 32 ga kirasan, xuddi o'sha yigitdek. Keyin xotini o'lgan, 4 ta bolasi bor. Yoki ajrashganlar hammasi eshigini qoqib keladi. Oyi, yaxshi niyat qilsangiz-chi. Agar bunaqa bo'lishini xohlamasang, o'sha yigitga turmushga chiq. Bo'lmasa, odamlar qari qiz deb gapirishadi. Oyi, ko'ngil ham bo'lish kerak-ku. Endi odamlar gapirmasin deb sevmagan odamga turmushga chiqib ketmayman-ku. Xullas, siz ularga yo'q deng.